وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Er kişinin yatak öydün başka öyge yatak ayırıp yetiş hakkı var mı? Er kişinin ayalını başkalarının külleş hakkı var mı? Erinin ayalını külleşinin çeki var mı? Külleşinin yaxşı ve yaman tarafları nimelerden ibaret? İslam'da er ayal arasındaki sirni içişinin hükmü nime? Turmuşta er ayalını küçü yetmeydiği işlere buyuruş hakkı var mı? Qini söhbetimizin davamıga merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Hürmetli qarindoshlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Biz sohbetimizin ilgili kısımlarda nafaka hakkı ve yaxşı muamele kılınış hakkı qatarlıq ayallarının erleri üstündeki hakları ve onun alakadar meselelerini bayan kılıp ötkəydik. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mesuliyet namlıq programımızın 3. bölümünü sizler bilen ortaklaşış üçün ben Nizamiddin Temkini hukuk ve mesuliyet namlıq sohbetimizin daimlik mihmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli Ustaz, sohbetimizge qayt kelganliginizni qarshi olamiz. Hürmetli Ustaz, biz sohbetimizdeki 3. bölümünde erning ayoliga Allah'ni tanıtış ve onun itaatiga chaqirish mesuliyeti to'g'risida to'xtalamiz. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة degan oyatda ey müminler özünlarni ve bala chaqanlarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan saqlanglar deb bizga xitob qiladi. Qanday qilganda er kishi ayolininki diniga ahamiyat bergan bo'ladi. Bu yuqorqi oyatninki ruhiga asoslanganda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'd. Kişinin özü yaxşı ko'radigan yaxshi ayoli bo'lgan şekilde ayoli xizmetini intayin mükemmel şekilde voyaga yetkazib ada qiladi, er kishiga xizmat qiladi, kiyimlarini yuyadi, ko'ngil biladi. Ammo er kishi bular bilan qanoatlanib ayolining diniy saviyasiningki, diniy tushunchasininki qanchalik darajada ekanligiga diqqat qilmay qoladigan ahvollar bo'ladi. Chunki deb o'tganimizdek er kishining bütün işlere normal ritme uçuş boğan. Bu ayal şu intiladigan boşluklarının, hayatta intiladigan boşluklarının hemmini toldurab boğan. Kiyimiga qarasa çayla quyulub, qatlanıb, dazmollanib, o'rniga quyilgan, uyga kiysib, pakiz tamoqlari issiq etilgan bolalar. Ama bunu bilan qanoatlanib qolsa, bu kishi bo'lish bilan ayoli ustidagi mas'uliyatni ado qilmagan bo'ladi. Şu işleri bilen bu kişi buluş bilen gafil olup kalması gerek. Soruş gerek ki özüdün. Ayalımның dini düşüncesi qanchalik. Ayalımda Allah'a itaat qilishqa ayalımni haydagudek bir holat bormi yo'qmi? Yani taqvo emasmi? Robbi bilan qanday shaklda muomala qiladi? Ana bu noktalar hakkında er kishi o'ylanib baqish kerak. Gerçi o'zining haqqini, erning haqqini ayol kishi, erning arzu, umidlarini yoki talablarini to'liq urundigan taqdirdimi, Allah subhanahu va taolaning haqqini
to'liq ado qildimi, qilmadimi, buni eslash kerak. Chunki qiyomat kunisi er kishining jannatga kirishining oldini to'sab qo'yilgan bir narsa ayol. Manda bir so'zlar bor. Qiyomat kunisi inson shunda bir holatga duch keladi. Ya'ni o'zi do'zaxga kirishdan ilgari dadasining do'zaxga kirishini talab qilgandek bir holat bo'ladi. Nima uchun? Chunki dadasining mas'uliyat doirasida o'sib yetilgan bu bola o'zining mushohadat kelib qilishining sababchisi dadasi deb qaraydi. Ya'ni aynı şekilde ayol kishi er kishiga berilgan bir tarbiyalash bosqichida, er kishiga berilgan tarbiyalash bosqichi bo'ladi. Masalan, hayotga yangi kirib, hayotni ma'lum darajaga davom qilgan chaqgacha er kishining bir tarbiyalash fursati bo'ladi. Shu vaqtning o'zida er kishi ayol kishini o'zida bor bo'lgan tushunchaga olib keladimi yo'q, bu nuqtalardan suriladi. Bizning da'vat qilimiz shuki, oyatdan az ilgari o'qilgan oyatning mazmuni bo'yicha er kishining butun arzu umidlari hal bo'lib, turmush talablari qinib bo'lgandan keyin diniga diqqat qildimi, qilmadimi, bu nuqta intayin muhim. Buni Qur'oni Karim aslatib o'tadi. Odatda Qur'on hadislarning insonga xitob qilish metodiga qaraganimizda inson o'zi intilib qiladigan ishlarga bak buyurmaydi. Chunki insonning tabiati u. Mesela Qur'oni Karimda balığı kuyunish haqida hadislarda mas'uliyat nuqtasidan ta'limotlar bo'lsa-mu, favqulodda haydamaydi. Nimishqa insonning vujudida o'zining balasiga nisbatan kuyinish bir xil tuyg'usi bor. Chunki bala yurak bor. Ammo ota-onani unutib qoladigan bir ahvol bo'lg'achqa Qur'on takror shaklda qanday qiladi? İnsanning ota-onasiga yaxshilik qilishga eskartadi. Shunga o'xshash shaklda inson o'zining talablari kam qolgan vaqtida, o'rindalmagan vaqtda darrov hisobot qo'yadi. Tamoqi joyida bo'lmasa, oilasi ishlari joyida bo'lmay qolib qolsa, bir haq kam qolib qolsa, sen uni qilmading, buni qilmading. Ammo mushularning hammasi halol bo'lgan vaqtida shunday bir beg'afil holat keladi-ki, o'zining talablarining hammasi o'rinda. Dal mushu nuqtadan bayatdan o'qilgan, az ilgari o'qilgan oyatda nima deydi? Sizlar oilanglarni do'zaxdan qanday qilinglar? Saqlab qolinglar. Chunki oilaningki mas'uliyati ayol boshda bola vaqilari hammasi qo'shilib oilaning mas'uliyati kimning ustiga tushadi? Erning ustiga tushadi. Ya'ni bu yerda shunda deymizki, kishi o'zining moddiy nishoni, moddiy orzu umidlarini hazırlab bo'lgandan keyin, buning erishib bo'lgandan keyin, endi ayol kishininki oxiratlik ayol kishining kutadigan bir taraf bo'ladi. Bu amalga oshdimi, oshmadimi, buni surishti qilishni o'tkazadi. Buni Qur'oni Karim bizga eskartib o'tadi. Endi er kishi ayolining iymoniy tushunchalariga ahamiyat bergan vaqtida, namoziga ahamiyat bergan vaqtida, ayoli eriga Allohni deb turib itoat qilish yoki itoat qilmasligi bu nuqtaga ahamiyat bergan vaqtida bu nimani ifodalaydi desa, er kishining ayoliga bo'lgan vafodorligini, sadoqatmanligini ifodalaydi. Bu eng yuqori darajadagi bir vafo, er ayol o'tirdiki bir vafo. Chunki bunda er kishi, ya'ni ayol kishining dunyoviy taraflaridan boshqa oxiratlik taraflarga ko'ngil bo'lganligining o'zi nima desa, ayol kishining moddiy taraflaridan to'liq o'zining istaklarini, talablarini ep bo'lgandan keyin, hamda ayolining kelgusida oldimizda bizni kutib turayotgan hayotda ayolining o'ziga o'xshash bir hayotga erishish uchun qilgan sa'isi hisoblanadi. Bu nuqtadan biz er kishining bu ish harakatlarini, bu xil ko'ngil bo'lishlarini ayoliga bo'lgan nima deymiz, hamda buni vabosi deb qaraymiz. Endi buning yo'li nima desa, ayol kishining bu iymoniy, diniy, islomga bo'lgan tushuncha ahvollarini pat-pat sinab turishi, buni ko'ngil bilib turishi kerak dedik. Buning uchun eng az oilada 24 soat ichida yarım soat suhbat muhiti hazırlash kerak. Normalda bir uyda o'tirib qolib, turmush, tijorat, xizmat, har xil munosabatlar bilan attigan chiqib ketib, kechda qaytib keladigan, masalan, attigini tong bilan chiqib ketib qarong qolat. Kechda bolalar uxlab qolgan vaqt qaytib keladigan bir erlar bo'ladi. Ko'p hollarda oilasidan xabarsiz qolib qoladigan. Ammo cho'qim vaqt ajratib,
en az başka özünün ihtiyacı boğan işlerde tabii paranlaşır bu. İhtiyacı yok halette ayağla bilen yarım saat söhbetleşiş, ayağının o fikrini anlaş, özünün o fikrini kanakılış, anlatış. Bu ehvallara alahide köngül bölüş gerek. Yani ayağının nemi talebi var? Qanday xil seviyedagi çönceki ige bunu ayağladın en az degende 30 milyon etrafında qana qilish kerak, anglash kerak. Şuna olganda ayalığa turmuşunun ahvalını düşündüreleydi, turmuşunun asli nişanını düşündüreleydi. Bu turmuş seferde bu iş söylenmenin neminin nişanı kılıp ketiyotganligini düşündüreleydi. Beqivatgan balalarning bir yük emas aileге nispeten kelgusi cemiyetning asosini yaratish uchun tirishayotgan bir avlod kelgusi jamiyatning sahipleri ekanligini ayollarga tushuntirish kerak. Bu orqali go'zal bir oila o'rtaga chiqadi. Alloh subhanahu va taoloninki azizlar o'qilgan sura Tahrimning 6-oyatidagi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Bu birinchi qilib er kishining o'zini do'zaxdan saqlab qolgan bo'ladi va ahlikum o'zining oilasini do'zaxdan saqlab qolgan bo'ladi. Ailede eğer bu xil şekilde köngül bilish bo'lmagan ahval astida mesela deyli bir misal alsak ayollar kiyim meselesi ayollarga nisbeten bizde hassas sezgir muhim meselelerden birisi. Balıkumlarga layık olmagan şekilde kiyimler bilen çıkıp kaldı mı, sırtlı çıkan vakitte layık şekilde icablanıp, yögünüp çıktı mı, çıkmadı mı? Küllükü ançı-munçı Kur'an okudu mu, okumadı mı, namazlarını vakti okudu mu, okumadı mı? Bu noktalarını alayida qana qilish kerak er kishi ko'ngil bilish. Shu oyatdagi er kishininki o'zini va oilasini o'tdan yana do'zaxga qilishdan saqlanganlik bo'ladi. Demek yuqoridagi so'zlar qaraganda erning oilada birinchi bo'lib mas'ul bo'lgan ishlardan ayolga sog'lom aqidadan chiqish, shariatni o'lcham qilgan amaliy va axloqiy turmush muhitini barpo qilish Allah'ın üstündeki mesuliyet demek mi yani? Elbette. Yani bu emniyet yeni bir noktadan qargan vaqtida ayol kishiga berilgan en çoğun nimet. Allah Sure Şura'nınki 88-89 ayetlerinde kıyamet günündeki insanın ahvalini bizge tasvirlep yevme la yenfa'u malu ve la banun illa men atallaha biqalbin selim. Kıyamet günüsü insanga asqatıdığan narsa nima bo'lsa sağlam qalb. Yani sağlam qalb degan nima bo'lsa Allah'ın narazı qiladigan havaslarda olmaydigan qalb. Sağlam qalb degan nima bo'lsa Allah'ın vahiysiga qarshi gap so'zlarga ishonmaydigan qalb. Sağlam qalb degan qanday qalb desa Allah'ın g'ayriga ibodat qilmaydigan qalb sağlam qalb. Er kishi yani mush noktalarga alohida diqqat qildimi, qilmadimi? Ayolının fikrinin şeriatga uygun keladigan kamaydiganligiga diqqat qildimi, qilmadimi? Ayol kishining Allohni norozi qiladigan orzu, havaslari bormi, yo'qmi? Bunga diqqat qildimi, yo'qmi? Chunki er kishining butun ishlari hammasi tamomlandi, hojati, qamdaldi, orzu, moddiy jihatdagi uning talablari o'rindaldi. Buning ayol kishining sizga qilayotgan xizmati sizga yoqdi hisobda, sizni rozi qildi, uning go'zalligi sizni rozi qildi. Endi uning iymoni sizni rozi qildimi? Alloh qo'ygan itoati sizni rozi qildimi? Alloh qo'ygan yuzlanishi sizni rozi qildimi? Bununla alohida ko'ngil bilishingiz kerak. Er kishi bo'lsa. Bu er kishining ustidagi bir mas'uliyat va er kishining ayoliga bo'lgan vafodorlik masalasi. Endi hozirgi savolga kelgan vaqtimizda yani er kishi o'zining ayoliga vafodorlik qilish va mas'uliyatni ustiga olish uchun yuqoridagi yetaklash ahvolini kuzatib turish, uning umumiy ahvollariga ko'ngil bilish dedik. Bir nihoyat muhim gapdan birisi var arabchada. Faqidu shay la yu'tihi. Biras yo'q odam yo'q narsani haqqa bermaydi. Endi er kishi ayol kishini yuqorida degandek bir yo'lga akirish, uningga ko'ngil bilish, uning bilan o'rtaq tushunchaga kelish, Allohning ko'rsatgan bu ta'limotni o'rtaq o'rindash uchun er kishida shu shaklda bir sabo saviya bo'lishi kerak. Chunki nikoh qilingan minutdan tortib er kishi ayolining axloqidan mas'ul, dinidan mas'ul, Robbi bilan bo'lgan aloqasidan mas'ul. Ayollik unda dinaz emaski, bu büyük bir mas'uliyat. Endi inson men normal
Cemiyetdeki adamlar qanday yaşasa şundaq yaşayman deb oylasa, tamam, onda çoğ mesele yok. Ama ben mu'min. Mu'min peti yaşayışım gerek. Mu'min aile süpütüdü yaşayışım gerek. Allah'ın nazarında yuqur mertebelerge öğrülüşüm gerek dese, özünün hayat hemrayının mı şu şekilde kelişige Allah'ı da köngül bölüş gerek. Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem er-ayallık münasebetinin Allah kulçuluk kılışı olduğu özara hemkarlış arkalık takamülüşünü doğrusu da bayan kılgan bir hadisi esim kıvatıdı. O hadis olsun mu bir kişi keçide turup teheccüd namazı okup, ayalını mı teheccüd namazı okutup, eğer oğanmasa onun yüzüge soğuk su sipip, oğutup, xuddi ayal kişi mi keçide turup teheccüd namazı okup, yerini mi teheccüd namazı okutup, eğer oğanmasa su sipip, namazı okutup. Yani bunu okşagan, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acayip çıraylık uslup bilen bunu bayan kıp beregilik. Yani bu arkalık er-ayallık münasebetinin ki ibadette hemkarlışının ottuğu çıkırganlıkına gösterip beregilik. Bu taat ibadetten de normal devam kılbatkanlıkının delili dep karayımız hem de turmuşta. Yani bu hadiste bayan kılınan bu ifade er-ayalı oturustaki cismani cihette, ruhi cihette bir ten, bir ruh, bir fikir ayrılışının bir tasviri. Yani er kişi, ayal kişiye özünün Rabbini esıltıdı, uygutudu, kolunduğun barlık güzel vasıtalarını kollunudu. Aynı şekilde ayal kişinin irige Rabbini esıltıdı, uygutudu ve bunun için güzel vasıtalarını kollunudu. Bu xil güzel bir muhitning davamlashi uchun her ikkili taraf bu muhitni qayta tekrar, yani mushu holatning shakllanishi, mushu muhitning texmi güzel holatga kelishi uchun qarshi tarafni rag'batlantirish kerak. Ayoli erini uyg'otdi. Nima deb uyg'otsam uxlab qo'ymaydi. Unga kaymasdan unga tashakkur, minnatdorlik bildirish kerak. Yani әйтсе, bu şekilde uyg'otishga uni rag'batlantirish kerak. Ben hoş oldum mesela. Senden ben hoş oldum. Meni uyg'otib qo'yganliging uchun rahmat degandek mesela. Eri ayolini namozga eskartgan vaqtida, "Men namozdan vaqt o'tib ketib qolay" deb qoldi. "Men namozimni o'qib ol" desa, ayol kishi erining qilgan bu ish uchun eriga ehtirom bildirish kerak. İkisining o'rtada moddiy hamkorlik, maddi menfaat birisiga nisbatan o'tirg'a chiqqandan keyin bu xil ma'naviy, bu xil uxraviy o'rtoqlikning o'rtaga chiqarganligi ikkili tarafni xursandlik qilish kerak. Bu bir tarafdan bir ruh, bir fikr, bir manhajga aylanish bo'lsa, yana bir tarafdan bizning dinimizning cho'ng bir prinsiplaridan birisi bor. Ya'ni haqiqatga tavsiya qilish, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan qana qilish, to'sish. Buning oiladagi bir ifodasi. Allah razı olsun. Biz şunu bilen ayollarınki erlerinin üstüdeki haklardan boğan 3. hukukni akıllaştırgan bulduk. Biz hazır 4. hakkı ötümüz. Bolsumu erinin ayalı üçün zinnetlenişi. Hemençe bu mavzu bazıları anlasa, bu ekşimi yasanamdı, zinnetlenamdı dep böylece düşünüş mümkün. Ama bunu dinimiz alayda bu meseleye ehemmiyet verip, fikirşünas alimler bu vakti alayda o vakti toxtulup, onun ehemmiyeti doğrusu toxtulup, alimler o meselenin ehemmiyeti doğrusu toxtulup, bunu ayal kişinin ki qandaq er üçün zinetlenişi kerak bolsa, erinin mi ayalı üçün öyde zinetlenişi, çıraylık kiyinişi, çıraylık yasınışı kerak ekanligi to'g'risida alohida to'xtalgan. Hem ayol kishininki haqqi deb qaragan. Shunga bilan birga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mo sizlar ayollardan nimani yaxshi ko'rsanglar, ya'ni ayollaringlar sizlarga qandoq davranishni, qandoq yasinishni, qandoq muomala qilishni yaxshi ko'rsanglar, sizlar mo ayolinglarga shuni qilinglar. Chunki ular sizlardan shuni istaydi. Yani ayollar üçün, ayollarınlar üçün zinetleninglar,
chiroyli kiyininglar, chiroyli yasaninglar degan mazmunda bir asar bayon qilinliq. Buni asoslanib turib, ya'ni ayoli uchun zinatlanishi lozim bo'lamdi? Endi bizning bugun yashayotgan bugungi zamonimizda kishi ayoli uchun bir ishni qilishni xuddi o'zining erlik g'ururining dafsandog'ini, erlik martabasining tushib ketganidek bir xil hissiyat, tuyg'u o'rtaga chiqib qolgan bo'lsa, ammo amaliyotda haqiqatan bu sünnet yani Resulullah'ınki bizge ailevi göstergen bir prensip yolu. Her kişi özünün ayarınınki güzel şekilde ortaya çıkışını aldı da güzel şekilde duruşunu konu isteydi. Neden ayarının mı bir insan buluşup tuturen, irininki aşta buluşunu istediği halkını unutup kalıyordu. Emniyette ikisi okşaş hissiyatı ile bir insanlar. Ayali eri nimeni yaxshi ko'rsa, shuni yaxshi ko'radi. Ayol nimeni yomon ko'rsa, shuni yomon ko'radi. Ayollarimizning oldimizda loyiq olmagan shaklda yoki ko'rimsiz shaklda ko'rinib qolishni biz yaxshi ko'rmagandek, aynı shaklda ayollarmi erlarininki ko'rimsiz yoki boshqa shaklda ko'rinishini qanaqilmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Xuddi erininki sirtqi gap bağlam shuni biz ishlatib qolamiz, sirtqi qarab qolmasligi. Ko'zlarini nomahramlardan saqlab qolish uchun ayoli uningga yasinib, uning shu ehtiyojini qondab saqlab qolganidek, kishimi ayolining sirtqi qarab qolmasligi. Endi sirtqi qarab qilish degandan bir cho'ng bir jinoyatni ya demagan taqdirdimi? Ammo oy fikir xiyanat oldu. Yani oy fikir xiyanat da bir narsa var. Yani özünün ayali üçün güzel bir menziri de tumagan, yani özge ehmiyet vermeydiğin kişinin ayali, belki köngünde erim palanıdek, pukunudek mesela kiyinsçu, yani mandarak yüzçu, ya ki ma tazlıqqa ehmiyet verse, ya kim kichkina mandarak retlik yüse, ya sakal burutni chiroyli yasab yüse degandek bir oy fikrlar bo'lib qilish ehtimoli bor. Bizning bu yerda da'vat qilamiz, ya'ni bayatdan deyilgan Umar radhiyallohu anhuninki, sizlar ayollardan nimani kutsanglar, nimani yaxshi ko'rsanglar, erlar ayollarni sizlardan shuni yaxshi ko'radi, shu boshqa zina alinglar deganning ma'nosi bu bo'lishi kerak. Bir eserden birisi var. Aslihu rihalakum ve hassinu libasakum hatta takunu ka'annakum shamma beynan nas. Yani uzanın öylürünü güzel şekilde yani tağda kibarısı var bu yerde. Yani turalık ocaylarını güzel şekilde ekilanlar. Kiyim kiçeklerini çıraylık kiyinlar. Çıraylık kiyinlar, ısraf kılanlar mani istemez yani. Bana aslında mı çıraylık şekilde, retlik şekilde keygili buludu. Sizler kişilerin işçide bir güzelliknin ölgüsü bulunma degan bir tavsiye var. Bu ameliyatda dinning ibadet kısmı var, aqida kısmı var, muomalat kısmı var. Ondan başka dinning zavq kısmı var. Yani başkalarının bir güzel tuyg'uga kelish uchun yoki başkalarının bir tabassumini yoki başkalarının bir ko'ngil xo'shligini o'rtaga chiqishining dinda ajoyib bir o'rni. Bu ajoyib bir savobning qatoridan. Bu ish tabiiyki oiladan boshlanadi. Yani ayolingning huzurlanishi, uning ko'ngil xo'shligi, ko'ngil ozodligi bu intayin muhim bir halqa. Masalan, bu sizning bu so'zlardan masalan ota-onaninki, erning va ayolninki oilada ratlik kiyinib, ratlik chiroyli ozod kiyinib, uylarni pokiz tutib, tozliqqa ahamiyat verib qilishining o'zi farzandlarningmi shu hayot, shu muhitga ko'nab chiroyli uy tutish, chiroyli kiyinish, tartibli bir hayotga ko'nishida asos va deb qarasak bo'ladi. Intayin muhim. Yani bu yani bir ailede yaşayan bir neçe şahsının hemmesininki ruhi haletininki normal, tamponlukni saqlagan şekilde olup hayattaki hizmetlerini normal olması için şu ailedeki her kişi, meyli er kişi, yoki ayol kişi, bala, ata hemmesi
Şu retliklik, tozalik mesela yine normal holatiga qana qilish kerak kafolatlik. Tabiiyki, hozirgi temamiz er ayol isto'g'achqa bizning davom olgan misollarimiz, qilgan gaplarimiz er ayol usul bo'ladi. Amaliyotda hamma bilan bu jihatda o'xshash. Hatto bir sinfdagi saboqdoshlar. Ya'ni bu yerda vaqt munosabati bilan tabiiy u yerga berib ketib bo'lmaymiz, ammo payg'ambar alayhisolamningki ne'matning ta'sirining bandida ko'rilishini Allohning yaxshi ko'radiganligi haqida bergan ta'limotlari bor. Çarşları çoğu qalatı kelse, onu sen berip o'ngshab kelma holatingni deb buyurgan nurg'un qissalar var. Kiyimlari rassiz, jul-jul kelgan kishilarga sening bir narsang yo'qmi desa, voy mening manchib quyim bor, manchidan tugan bor deb bir cho'ng hozirgi vaqtdagi pul hisob qilsak, millionlar puli shu odamlar bularga qayg'ayalar. Ya'ni atrofidagilarning tuyg'usi va hurmat qilishmi dinning bir talabi. O sen normal holatda kiyinmasan, normal o'zingning taqdir-huquqiga diqqat qilmasan, tozaligiga diqqat qilmasan, o shaxsiy mening ishim deb shaxsiyatchilik qilsan olmaydi. Yani çünkü sen haq bilan birga yashaysan, qachon birga yashayotganlar va bulukmi bugungi temamizga munosabatlik ayoli eriga nisbatan, ayoli eriga nisbatan bular chambarchas bog'langan bir kishilar. İchki tashqi jihati bog'langan bir kishilar. Bular birisi-birisini o'zaro zavq qilish kerak yani. Go'zal tuyg'uda bo'lish kerak. Çünkü bu ikkilan normal sinfda o'tirib dars o'qiyotgan ikki saboqdoshga o'xshamaydi. Dars o'qiydi, olib ketmaydi bular. Balki hamkorlashib kelgusini yaratayotgan bir jamiyat zavodi desak bo'ldi bular. Çünkü bu ikkisining qo'lidan kelgusining sohiblari chiqadi. Agar muvofiq, ya'ni go'zal bir muhit yaratilmaganida kelgusiga o'tirib chiqmoqchi bo'lgan, sizlar degandek u oiladagi bolalar qancha chiqmoqchi? O qalaymagan muhit yo'g'ilgan bolalarning ahvoli nima bo'lmoqchi? Bir kişinin qalaymansızlığı, yani qalaymakanlığı, meyli kiyim-kechak tozalik jihatda olsun, şu muhitga ta'sir qildi. Atrof mashta bo'ladi, oilami shunda bo'ladi. Eng oxirida shu bolalarning ko'zigimi hamma narsa shu paytda singadi. Jamiyatda o'rtaga chiqadigan kelgusi jamiyatning sohiblarininki bu shaklda o'rtaga chiqib qolishi intayin xatarli. Shunga inchik munosabatni aytgan vaqtda ayolga, ayol eriga go'zal shaklda ko'rinishga alohida diqqat qilish kerak. Bu qarshi tarafning haqqi. Her bir tarafga nisbatan. Xulaslasak, erlar ayollarninki güzel şekilde tertiplik bir turmuş muhitini barpo qilishni oilda istaganiga o'xshash. Erlardimmi ayollar shuni istaydi? Aynı şekilde. Buni masalan Qur'on Karimdagi "Va lahunna mislullazi alayhinna bil ma'ruf" degan oyatga yig'inchoqlasak, dal bu oyat yani insanın normal shaxsiy tabiatini bizga isbotlab beradi. İnsanın tabiatı bu asli. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Meyli er olsun, ayol olsun, onun üstüge yüklengen mecburiyetki okşaş, erişişke tegişlik bir hak hukukları var. Meyli ayol kişi olsun, er kişi olsun. Er kişinin bu erişişke tegişlik nesleri var, ayol kişinin bu erişişke tegişlik nesleri var. Bu nesler karşı taraf yötkelge vaxtda mesuliyet şekilde yötkelge. Yani üzümüzü düşünürüz biz erler bulu süpütümüz bilen. Bizning ulardan talep qildi, nimani talep qildiganligimizni bilamiz. Hem de şu şekilde ayollarning bizden shuni talep qildiganligini asdan chiqarmaslik kerak. Allah razı olsun. Biz ayollarninki erlar ustida bir haq qo'ysak, bu küllash haqqi. Buni fiqhshunos olimlar küllash haqqi deb atagan. Haqiqatda ba'zi ayollar erlerinin başkalarının küllüşünü xalasa, yani bazı ayollar erlerinin küllüşünün yamanlıqıdın, yani başkalarının küllüşünün yamanlıqıdın, yani erinin aşırıp küllüşüden şikayet qilib qilgan işler bolaqlıq, bunun bazı bir amaliy voqeaga şahit bo'lgan yerim bo'ldi meniki. Tabii bo'ldi. Ayol orasidagi, yani er ayol orasidagi bu küllash ba'zi munosabatga hatta munosabat ta'sir etkizib ham qolmay, oilaning buzilishiga elib boradigan ahvollarni kelib chiqiliq jamiyatimizda. Buna bir örnek bersak, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor. Sa'd radhiyallohu anhu to'g'risida bayon qilingan. Bu hadis Buxoriyda rivoyat qilingan hadis. Sahabalar Saidninki külleşiden tecrübeleniyotamsizlar.
men onundan bekroq kullamchi. Alloh mendan bekroq kullamchi degan bir mazmundagi bir hadisi bor. Endi bu hadisninki ma'nosiga yoki umum tushunchasiga qaragan vaqtimizda ayolini qaysi darajada kullisi bo'ladi? Amaliyotda bu savolga hozir o'qilgan hadisning o'zi javob berib bo'ldi. Hadisda bizning diqqatimizni tortadigan bir inchki nuqtalar bor. Hadis 3 mazmundan so'raladi. Birisi ata'ajabuna min g'ayrati sa'at. Sa'atninki kullishidan hayron qolamsizlar. Degan Rasulullohninki. Boshqalar ayolni shundami kullaydi ekan, nima deb kullaydi degan ifodasiga qarta bergan inkasi. Ya'ni islomda kullash bor. Xo'sh. Bu to'g'riliq sal turib to'xtalamiz. Ammo hadisning inchki nuqtalarini men avval davolay. Ya'ni Rasululloh mushu bilakdan kullashninki ayol o'rtasida cho'qim turadiganligi. Bu kullash qandaqdir bir eski qo'yilmasdan kishining va yoki ayol kishininki qarshi tarafga bo'lgan vafosi, sevgisi, mas'uliyatchanligining ifodasi. Bu nuqtani ifodalaydi hadisning bu qismi. Endi sizlar degandek buning oshirib yoki faqat kullamay tashlab o'tib mas'uliyatli qiladigan bir taraflar bo'ldi. Odatda normalda ulamolar, psixologiya ulamolari har qanday bir ishni 3 ga bo'ladi. 90% normal holat. Üstüde 5% haddidan eşib ketgan holat va tuvanda 5% normaldan tuvan holat debchi. Buning ichidagi 90% holati normal holat. Yani har qanday ish shunda. Biz mayli yaxshi yomon degan har qanday ish normal bo'lib qolsa, bu maqbul. Ammo eşib ketgan tarafi bizda mardud, rad qilinadi va tuvandan tushib ketgan tarafimi ham rad qilinadi. Hadis nima deyotdi? Sa'da kullishi kerak. Yani her bir Müslüman özünün ayolini, her bir ayol özünün erini qana qilish kerak, kullishi kerak. Çünkü bu mas'uliyat, sevgi, vafo ifodasi. Ammo bu haddidan oshmaslik kerak ki Allah Rasuli, Allohning Rasuli belgilagan doirada bo'lish kerak. Oxirdagi ifoda men sa'dadan bekroq kullayman, Allah mendan bekroq kullaydi degani bizning Allohning Rasulining ko'rsatgan ko'rsatmasi buningda asos. Kulludim deb bir odam o'zining tabiatiga qarablam haddan oshira olmaydi. Ya men degan to'g'ri tushunadigan odamni ayolga yomon hurmat qildim deb butunlay mas'uliyatsizlik qilsin bo'lmaydi. Ya'ni masalan ayolidan hech qanday bir g'ayri ifoda ko'rolmadi yoki eridan hech qanday bir g'ayri ifoda ko'rolmadi. Hech qanday dalil fakt yo'q. Normal turmushda shaytonning vasvasasiga kirib, mayli er tarafdan bo'lsin yoki ayol tarafdan bo'lsin, gumoniy shaklda turmushning huzurini buzish, qarshi tarafning huzurini buzish bu dal to'g'ri bo'lmagan shakl. Ya'ni haddidan oshgan kullash. Ammo bir ifoda chiqib qoldi. Sirtdan kirsa ayoli telefonda paranglashib-yotdi, ishdan kirgandan kirib taqib oldi masalan. Yoki telefonning usullaridan g'ayri normal bo'lgan usullar ko'rilib qoldi. Bu vaqtda va yoq men degan to'g'ri tushunaman degan shaklda qo'yib o'tish, buni biz deyuzlik deymiz normalda. Bu mas'uliyatsizlik bu. Yani delil pakitsiz kullashning o'zi haddidan oshganlik bo'lsa, delil pakit bo'lgan ahvol ostidimi? Sukut qilish. Ya'ni sukut qilish, buning misol qarash, bu nima? Mas'uliyatsizlik. Boshqa ish normal, mo'tadil shaklda bo'lishi kerak. Delil pakit bilan er kishi o'zining mas'uliyatini tonishi kerak, sevgisini ifodalash kerak. Ayol kishimi shu, delil pakit bo'lmagan vaqtda ayolning huzurini buzadigan yoki qarshi taraf birisining huzurini buzadigan, noto'g'ri gumonlar bilan birisini kullaydigan ahvolni bo'lmaslik kerak. Hadis intayin qisqa ibora bilan, qisqa ifoda bilan bizga hamma narsani deb berdi. Sizlar Sa'dining kundashligidan qanaqa qilyapsizlar? Hayron qol. Ya'ni kundusi kullishi kerak, er kishi ayolini kullashi kerak. Ammo bu o'lcham bilan bo'lish kerakki, men uningdan bekroq kullaydigini, Alloh mendan bekroq kullaydigini. Ya'ni bu yerda kullash masalasida o'lcham nima bo'lsa, Allohning Rasulining nimasi o'lcham. Ammo inson o'zining shaxsiy mijoziga, insonning mijozi har xil.
Ba'zi eski mijozlar qiladi. Davamlı hadini aşırıp küllep bir külleymen deplam ayarını künü dumbalaydıgan yoki qarlaydıgan, onun qalbini azar veradigan ahvollar bor. Yoki ba'zi yumshoq boshuladi. Shuncha ishlab bilanmi? Shuncha dalil isbot ko'rinib tursa-mu, shuncha ifodalar o'tirdi iniq tursa-mu, yana ishni normal o'yning ishini ochiq qo'yib o'tadigan. Yani ayoliga favqulodda yo'lni qo'yib o'tadigan manda bir holat shakllanib qolsa, bu normaldan tuvan yoki normaldan yuqori holat. Hatta hayotimizda amaliy o'rnaklardan qashimizga bizga yaqin keladigan tonish bilishlarning ayollarining shikoyat qilib kelgan ahvollari bor. Nima desa, meni kulmaydi deydi. Men ayolning gapi, har kishining gapi emas, meni kulmaydi. Men bir sinoq yuzidan bir shaharga safarga chiqman desam, yaxshi deb yo'l hisob qo'ydi deydi. O seferde neçə gün turib bolğandan keyin kim biləməz? Ya o çatıq yo'q. Yani onu öyle. Neçə gün turib bolğandan keyin yeni sınaq bir oy kel men seni bir sığındım. Nimdep nerede yürüyse demdikin dep men yana azraq turib kelay desem, tamam o zaman men sana pul avatib beray, obda oynab kel deydigan. Bu meni yaxshi ko'rmamdi nima deb erining yaxshi ko'radigan kömeydigan gumonlanib shikoyat qilganlar. Yana bir küllash, ayol o'tirdiki küllash o'zaro muhabbatning ifodasi, sevgining ifodasi, vafoning ifodasi. Yani küllash ayol o'tirsida normal islomiy ko'rsatma bo'yicha oshirib o'tmaslik va normaldan tushirib o'tmaslik. Yani hadisning bizga ifodalayotgan narsa bu. Allah razı olsun. Hani biz ayollarninki ya bu ortak bir hukuk, en ahirki bu ayollarninki erler üstündeki hukuklardan ayol arasındaki sırlarını yaymaslık doğrusundaki hukuk. Bu vaqt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki naq maşaqti kelgan bir hadisi var. Kıyamet günü Allah'ın huzurida en yaman hesablanadigan kişiler ayolning sirrini oshkorlagan ve erining sirrini oshkorlagan ayol. İslamiy ahlakda er ayol arasındaki münasebet saqlanishi lazım deb qaraymiz. Bu tabii shunda bo'lishi kerak. Endi buni qanday tushunamiz endi? Yuqorqi hadisga asoslangan vaqtida. Bizde ademiylik deydigan bir söz var. Yani insanga layık halatdan o'tib ketgan vaqtda bunun ademiylik yo'qoldi. Ademiylik yo'q deymiz mesela. İnsan rastçıl olsa bunun ademiylik var deymiz. Ehdiga vafo qilsa bunun ademiylik var deymiz. Yani sağlam adam olsa ademiylik. Ama aks taqdirda bunun ademiyliği yo'q deymiz endi. Endi bu ademiylikning yo'qolganligining bir ifodasi kishininki amaliyotda ayolini rasvo qilgani emas, o'zini rasvo qilgani. Yani ayol o'tirdiki, maxfiyatchilikni o'tirg'i chiqargani. Bu amaliyotda o'zini rasvo qilgani. Hayada bir narsa var. Hadiste hayani imanın qatoridan deydi. Bu ayollik münasebeti Sure Nisa'nın 21. ayetida nima deb tasvirlanadi desa, nayt mustahkam va'da bilan va kayfa ta'khudunahu wa qad afta ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Yani intayin mustahkam va'da berishib o'zaro birisiga. Mustahkam ahdi misaq bilan üzüne karşı tarafki ecivetti digenlik o. İnsan ayalıdın başka adamga vele o atanı soğup kessin. Ayal iridin başka her kandak adamga açmaydıgan işki dünyasını şu ehdi vədigi asasen birisi açtı. Onun bilmeydiğen yeri kalmaydı, bilmeydiğen sırrı kalmaydı, değişmegen gep söz onun mehbiyetçiliği kalmaydı hem de. Bunun içivelişinin bunda şekilde karşı taraftaki içivelişinin birinci kademi ne etti? Ehdi vəd etti. Yani vədülen açkan o. Şu nikahının birinci günü ki ben bunu aldım. Karşı tarafının ben onunla təqdim degini birimizge tuluq ehdi vədi biriştik. Biz bu qurğanın içine kirimiz. Birisimizden yuşurduğun hiç kadar neresi kalmaydı. İşki dünyalarının hemini birimizge açımız. İkkilen birbirimizge degan bir va'dadan iborat. Am bu yerga bu xil shuncha mustahkam va'dalar kirib bo'lgandan keyin mayli yoki ayol bu oila ichidagi bu mustahkam va'da bilan qo'shilgan bu qurg'on ichidagi ba'zi ishlarni, maxfiyatchiliklarni, sirlarni o'tirg'a chiqib o'tish bu
ayol kishining yoki er kishining normal sirini aytishamaz. Bu birinchi qadamda va'daga vafo qilmaslik, ahdini buzish, ya'ni munofiqlik bu. Aniqroq degan vaqt. Bu er ayollik aloqa bir muqaddas aloqa. Bu muqaddas aloqani bu xil odamiylikninki yo'qolishi bilan odamiylikning yo'qolgan bir buzib o'tishga bo'lmaydi. Ya'ni bunda odamda biz normalda odamiylik yo'qolgan odam deymiz. Ya'ni bunun odamiyligini nima bo'lsa, bu qadar mustahkam va'da bilan kirgan bu qo'rg'onning ichidagi maxfiyatchilikni sirtqa chiqmaydi aslida. Buningga boshqa ismni qo'yish ma'jazsiz, shu odamiyligi yo'qolgan. Bundan başqa bununğa atalıq qoyuşmu məncə taza to'g'ri emas. Allah razı olsun. Bu haqlarninki yani biri ayolning taqit etmeyge ishqi buyurilmasligi to'g'risida, yani er tarafidan buyurilgan ish ayol kishi qila oladigan ish bo'lishi kerak. Yani er ayolni bir ishga buyursa qanday qilganda kuchi yetgan ishga buyurgan bo'ldi dinimizda. Endi yana bu savolga qarata berilgan javob mening shu suhbatimiz jarayonida mayli bevosita bu temaga munosabatli shaklda deyilmasin, boshqa shaklda deyilib bo'ldi. Ya'ni er ayol birisi-birisini tushunishi. Endi buyruq qo'ymak oson. Savol so'roq qilib hisob olmoq texmi oson. Ammo sening shu bergan buyruqing aqlga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Onun imkoniyatiga to'g'ri kelamdi kamimdi. Mayli vaqt jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin, sen buyurgan shu ishlarni qila olamdi yoki qanaqa qilamamdi, qilamamdi. Bu bir nuqta. Dana er kishi ayolidan yuz bergan nurg'un narsalarga ko'z yumadi amaliyotda. 10ning 9'unu o'tib o'tib, birdan hisob oladi. Hisobotni birdan qiladi. Birdan olgan hisobotni tarbiya, eskartma, agahlandırma şekilde qanaqılıdı, alıdı ameliyatda. Bu alaqı er ayol oturdiki bu ortaq turmuşda bu qadar köp yüklerini ayolning ustiga atib qo'ygandan keyin bundan eg'ir hisobot elish er ayol oturda nima qiladi? Yomon ko'rishni keltirib chiqaradi. Endi bunda bir bu ba'zilar o'zining alaqi shu xil ifodasini aqlab buning xatoligiga men eskartish berdi. Men buni tanqid qildim, tanqidni qabul qilish kerak deydi. Bunda bir qoidamiz var. Tanqiddan cho'ng hech kim yo'q. Tanqid qilishdan kichik hech kim yo'q. Ya'ni har qanday odam tanqid kuchaydi. Kim bo'lib kelsin va har qanday odam tanqid qila oladi. Ammo bu yerda muhim bo'lgan narsa nima? Desa, tanqidni qarshi tarafni yetildiradigan bir cheniqish xarakteridan oshib o'tmaslik. Ya'ni uning qalbiga azor beradigan, mayli er ayol kishiga qilgan tanqid olsun. Turmushda ikki tarafdan birisi-birisiga tanqid chiqadi. Ba'zida ayol kishi er kishidan nurg'un narsalarni talab qilib, sen uni qilmading, buni qilmading, yoki men palondek bo'lamadim degan shaklda er kishini tanqid qiladi. Ba'zida er kishi ayol kishini sen ayol uni qilmading, buni qilmading, sen ani qilmabsa, mani qilmabsa degandek tanqid qiladi. Bu tanqid qarshi tarafning qalbiga azor beradigan shaklda xarakterda emas, balki qarshi tarafning xatoligini tafakkur o'ylanish orqali o'zini yetildirish, yuksaltirishga vosita bo'ladigan, ya'ni yetishtirishni, tarbiyalash xarakterdagi tanqid turishga alohida qanaqa qilish kerak, diqqat qilish kerak. Ya'ni tanqid qurib chiqadigan tanqid olsunki, yiqadigan tanqid olmasin. Ya'ni er ayol her birisi yeni bir tarafın tanqid qilgan vaqtida mushu nuqtaga diqqat qilish kerak. Men hozir buni ayiblasam, bu ayiblashim orqali masala yaxshilanish tarafiga qarab ma'lumdir, chunki biladi uning mijozini, o'zining mijozini biladi, o'zining ishlatayotgan lahjasini biladi, qarshi tarafninki mijoz uni qabul qilish qanchalik imkoniyati va uni biladi. Mushlarni oldi keyin o'ylab, men hozir qilgan tanqid masalani yaxshilamdi yoki masalani yomonlashtiramdi. Yaxshilasa qilay, chunki biz mushunga ehtiyojliq. Hech kim o'zining xatoligini bilmaydi. Hamma odam o'zining qilgan ishlarini to'g'ri qildim deb qiladi. Bunga hamma odam ehtiyojliq. Bu xil tanqid bizni yuksaltirdi, taraqqiy qildirdi. Agar u qilayotgan tanqidi qarshi tarafni tushiradigan, xarakteriga ega bo'lib qilib, qarshi taraf uningga eg'ir tab ko'radigan, eg'ir inkas bildiradigan, ya'ni masala eg'irlashib qolib qolsa, bundan darhol qanaqa qilish kerak, to'xtab olish kerak. Ya'ni xulosasi mayli ayol kishiga qarata, ayol kishi erga qarata atadigan yuk mas'uliyatlar
yani qila oladigan doirada bo'lish kerak. Taqdi yetgan doirada bir şey talab qilmas. Qarshi tarafdan sen talab qilayotgan bu narsaga taqdi yetolmaydigan bir holatni ko'rgan vaqtingda, uni sen bir harajga tushirib qo'ymasliging uchun masalada sen insof qilish kerak yani. Gerçi sen talab qilish haqqing var hozir. Mayli er kishi ayol kishini talab qilgan masala olsun yoki ayol kishi er kishini talab qilgan masala olsun, davatganing haq, sening haqqing, talab qilish huquqing var, ammo qarshi taraf qilolmaydi buni sen bilsa uni. Bunda ahvol ostida sen o'sha haqqingni saqlab qolasan. Bu orqali Alloh subhanahu va taoloning ajri bersa, chunki sen o'zingning haqqidan tushding qarshi tarafni haraj qilmaslik uchun. Bu sabr qilishning qatorida ajrga erishadigan bir ish. Allah razı olsun ustaz. Biz şunu bilan bugun oxirgi suhbatimizda sizga Allohdan rahmat va barakat tilaymiz. Allah razı olsun. Hurmatli qarindoshlar, biz bu bugungi programmamizning oxirlashtirishdan burun hozirga qadar ayollarning erleri ustidagi haqlariga aloqador bo'lgan 6 meselede to'xtalib o'tdik. Nafaqa, yaxshi muomala qilinish, erning ayoliga Allohni tonitish, erning ayoli uchun zinatlanish, kunlash, er ayol orasidagi sirlarni yaymaslikni iborat. Mana shu 6 nuqtada to'xtalib o'tgan bo'ldik. Buni ayni vaqtda bu haqlarga amal qilish erlarning ustiga vojib bo'ladi va ayollarning bu haqni bilishi lozim bo'ladi. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Alloh xolisa biz kela qitimqi darsimizda erlarning ayollari ustidagi haqlar ustida to'xtalamiz. Alloh taoladan bu suhbatimizni hammamizga manfaatli qilib berishini tilash bilan birga sizlarni Alloh topshirdim. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.